normalniy deb turibdi. Lekin bu bolajonimizda juda ham katta ehtimol bilan Down aniqlandi. Burun suyaklariga ahamiyat beringlar, 44 chiqyapti. Tak, salkam 20 haftalik, ya'ni burni kalta bu srok uchun. Bundan tashqari bo'ynining orqa tomonida mana shishi ko'ryapsizlarmi? Bo'yni ishgan deb aytaman. Mana shu narsada bo'ynini tanasi bilan terisi o'rtasida mana shunaqa qora atyoqda hosil bo'lgan. Mana bu aniqroq ko'ringan. Ko'rdinglarmi? Mana bu suyak. Mana bo'ynining orqa tomonida. Endi qon topshiradilar. Biza o'g'il bola, oyijonisi. Oyijonlar demoqchi edim. Aytmoqchimanki, nima uchun buni aytmoqchiman? O'g'ilmi, qizmi sog'lom bo'lsin, Mana bizada o'g'il bola, lekin u katta ehtimol bilan Down.